geografiya ustozimiz jadval bilan ishlash ekan. Biroz ustoz shogird an'anasi bilan ishlashlari kerak ekan. Geografiya ustozimizning familiyalari Shuhratova Sarvinosangiz. Ramazonga ikkitaga kirdilar. Shuhratova. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Biz dars ahliga ustozning darsiga kirdik. O'tiring ustoz. Boyagi yutuqlar, kamchiliklar, baribir hozirgi zamon yetishishimizga ustozlar hammamizda ham kamchiliklar bor va yutuqlarimiz bor. Bu haqida o'zimiz gaplashdik, to'g'ri tushunchalar, to'g'ri yo'nalishlar berdik. Asosiy narsa bu yerda men sal tanqidiy aytmoqchiman ustozlar. Buni to'g'ri tushunasizlar, hammasi ta'lim yaxshi bo'lishiga. Qayerda kamchilik bo'lyapti, demak tizimda qayerdadir uzilish bo'lganligi uchun kamchilik bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki kamchiligimiz borki, biz shu yerdamizda ustozlar. Demak, eng bitta katta kamchilik bu yerda metod birlashmalarining ishlamayotganligi deb bilaman men. Chunki metod birlashmalar ishlasa, asosiy o'qituvchilar bilan o'quvchilar bilan ishlaydigan bo'lim bu o'sha metod birlashma, ya'ni o'zining yo'nalishi bo'yicha u hammasini bilish kerak bo'ladi. Metod birlashma rahbarlari, masalan, o'sha o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarini oladigan bo'lsa, u umumiy olib ketadi. Demak, o'sha metod birlashma rahbarining fikri bilan fikr yuritadigan inson. Demak, bu yerda biz birinchi o'rinda o'sha metod birlashmalarining tizimini ishga joyga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Va yana bu yerda bo'lyapti, va ustozimiz aytib o'tdi, ustoz shogird an'anasi. Ustozlardan iltimos qilib qolaman, o'sha pedagogik jihatdan yuqori bo'lgan, malakasi yuqori bo'lgan ustozlarni, ustoz shogird va dars tahlilini kuchaytirishimiz kerak. Sabab Nozaxon darslariga kirdim. Birinchi kirganimda 10-sinflarga, rus sinflarga kimyo darsi tugash vaqtiga kirdik-ku, keyin chiqib 8-sinfga kimyoga kirdik. Mavzularni tushuntirishdan oldin odatdagidek yaxshi o'quvchilarning diqqatini jamlab olib, o'tgan mavzularni so'rab, yangi mavzu tushunchalarni yaxshi berdilar. Faqat 15 minut, 20 minut o'tgandan keyin qolgan yana 3 dan 4 o'quvchi kirib kelyapti-da. O'zi 20 ta ekan jami, 21 ta yo 20 ta darsda 11 ta bo'lib o'tirishdi, keyin 3 ta kirib kelyapti, 14 ta bo'lyapti, 15 ta ham bo'lmadi. Bu o'quvchilar shu vaqtgacha qayerda yurdi, nima qildi? 8-sinfmi, 8-birmi o'sha bilan alohida shug'ullanib sinf rahbari va ota-onasi tomonidan ishlar olib borilsa, bunaqa vaqtda maktabda hududidami yoki chet shahar bo'ylab kelyaptimi? Biron bir korxon bo'lsa sizga yo'qmi bu narsa? Darsda o'qituvchi buni talabini faqatgina sinf rahbariga aytaman deb qo'ya qoldi-yu, dars davom etib ketdi, dars buzilishini ham xohlamadik.